Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka tilab, bugun 29-mart kuni ekan. Bir video qilaylik dedik. Mana Asakani Do'rmanidan Husniddin kelgan ekan. Videoni YouTube'da ko'rgan ekan, chuvalchanga qiziqqan ekan. Bu ukamizga mana 2 korobka 1 kvadrat chuvalchang tayyorlayapmiz. Mana chuvalchanglarni hozircha soldik. Mana bunda solganingizdan keyin chuvalchanglar ichkariga qarab kirib ketib qoladi quyoshdan. Shuning uchun bu betdagi go'nglarni olib tashlaymiz-da mana. Bu chuvalchang qolmadi. Betidagi go'nglarni olib tashlaymiz. Yana tekizlab turib, mana go'nglarni olib tashlaymiz. Yana betiga chuvalchang solamiz mana. Chuvalchang solamiz. Mana chuvalchanglarimizni qayerdan olayotganimizni ko'rsatamiz. Mana chuvalchanglarning zichligi. Mana chuvalchanglarni shu holatda mana solyapmiz. Mana. Ikkita banan korobka qilyapmiz mana. Mana olgan joylarimiz. Buni hozir mana to'ldirib olamiz. Bunisi mana to'ldi hisobda. To'ldi hisobda mana. Endi qay holatda soldik, bir yana ichkarini ko'rib qo'yamiz endi. Mana chuvalchanglar. Qanday holatda solindi? Juda zich, a'lo sifat, juda chiroyli solindi. Olgan odam baraka topsin. Mana chuvalchanglarni zichlik. Shu holatda solib berdik mana. 1 kvadrat. Mana boy mahallaga olib keldik, usta Shodmonbekda mana joy tayyorlagan ekan. Shu yerga mana biyagimizlarni to'kyapmiz endi. 5 kvadrat bor ekan. 1 kvadrat oldi, 5 kvadratga yozamiz. Mana chuvalchanglarni mana zichli holatlari mana shu holatda keldi mana. Mana. Mana chuvalchanglarning zichli holatlari keldi mana. Mana xudo xolasa ayvoramiz bularni. Mana shu holatda keldi mana. Mashakka to'kvarasiz. O'zi joy ham zo'r o'pdi-da, salqin joy ekan. Go'ng ham zo'r go'ng ekanda o'zi yana. Bu nihoyatda zo'r. Qattiqladim. Zo'r go'ng ham zo'r go'ng ekanda ana. Mushuk qochdi mushuk. Qani zichlilarni buni ham bir ko'rib qo'yaylikchi ana. Mana. Ne qilib ayvoramiz bularni. Bu yerda tuxumlari ham bor, ko'rinmayapti-da. Hozir biz endi ko'ra olmaymiz tuxumlarni. Xudo xolasa yaqinda bu yer mana joylashib oladi. Ha, joylashib oladi mana bular. Qancha qo'ysa bo'ldi, Ya, shunday qilsa o'zlari ketadi mana. Lata tashlab qo'ysalar? Yaxshi bo'ladi bunda. Mana barakasini bersa, hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim barakasini bersin.